73 ming AQSh dollariga 73 metr kvadratli polnoценный 3 xonali kvartiramiz bozorga chiqyapti. 8 qavatli novostroykaning 5-qavatda barcha kerakli shart-sharoitlari qilingan. Mana bu yerda stalovoy zona, mebellar o'rnatilgan, konditsionerlari bor. Mana bu tomonda televizor qilib qo'yganlar, bitta televizor o'rnatiladigan, juda ham shinam kvartira bo'ladi. Разделный санузелlar, mana bu yerda детская spalnya, взрослая spalnya, mana bu yerda oshxonamiz joylashtirilgan. Oshxonamizda ham barcha kerakli shart-sharoitlari qilingan, parovoy отопление qiziydi. Mana bu взрослая spalnyamiz. Взрослая spalnyada ham barcha kerakli shart-sharoitlari bor. Chiroyli kattagina garderobli shkafi. Mana bu xonamiz детская spalnya, детская spalnyada ham barcha kerakli shart-sharoitlari qilingan. Endi endilikda biz sizlar bilan mana bu yerda разделный sanuzellarni ko'rib o'tamiz. Bitta kачествоga o'zlaringiz baho beringizlar. Akamiz o'zlari uchun qilganlar. Bu yerda уборный xonasi, installyatsiya o'rnatilgan. Bu tomonda asosiy eshigi, asosiy eshikdan kirib kelishda o'ng tomonda prixojniy mebel. Sagdiana massivida joylashgan Med College orientir bo'layapti. 8 qavatli novostroykaning